Xitoy xolodilniklarimiz keldi do'stlar. Xudo xolasa plyusavoy, minusavoylar bor. Eng qiziq tomoni, aynalar 2 qavat bo'ladi do'stlar. Podda ventilyator bo'ladi. Har bitta eshik ochilgandan keyin 3 ventilyator o'chadi. Operatorda ko'rsatamiz, ko'ryapsiz mana, hozir ventilyator ishlamayapti. Tepada datchigi bor. Eshik begilganda ventilyator ishlashni boshlaydi. Buni mana ketdi. Bu do'stlar Xitoy mahsuloti, termodatchigi bor. Xolodilnikimiz razmeri xudo xolasa 2,5, eni 750, balandligi 2,7 metr. Narxi do'stlar 2,5 ming dollar bo'ladi. Agregat polniy pasta bo'ladi, 220 ga ishlaydi. Upravleniyasi mana yerda bo'ladi. Bu do'stlar plyusavoy ishlaydi, ya'ni +2 mana +7, hozir +8 bo'lyapti do'stlar. Uстановка qilasizlar, o'zining temperaturasini qo'yib qo'ygandan keyin yetganda yetadi, o'chganda o'chadi do'stlar. Svetni yoqib o'chirish mana, motordagi alohida yoqib o'chirish, agregatniki и svetniki alohida yoqib o'chirish, xudo xolasa. Mahsulotlaringni ko'kat, ana har xil meva-chevalarni saqlaydigan mahsulot. Agar shuni minusavoyini olaman deydigan bo'lsangiz do'stlar, minusavoy xudo xolasa 3200 dollar atrof. 3200 dollar atrofida bo'layapti. Minusavoyni bu bilan farqi do'stlar, ayniga buniki mana 2 qavat bo'ladigan bo'lsa, minusavoydagi 3 qavat bo'ladi. Bilasizlar, minusni ushlab turish ham oson bo'lmaydi. Undan tashqari minusavoyda do'stlar, men bu joyida -600 vatli tenti bo'ladi. Nima uchun tent qo'yiladi? Go'sht mahsulot, muzlama mahsulotlarni qo'yganlarida mana qizib ketib, rezinkasi yopishib qolmasligi uchun spesialniy aynan eshigini oldini 600 vat bilan o'zi qizdirib turiladi. Ya'ni minusavoyda tenti ham bo'ladi, plus qiladigan, u yog'ini ichkarini maqturadi. Xolodilnikimiz xudo xolasa plyusavoy mana shunisi 2,5 ming dollar, 2,5 metrligi, minusavoyi 3100 dollar bo'lyapti. 3100-3200 dollar atrofida do'stlar. Ya'ni batafsil narxini aniq bilish uchun do'stlar, ekranda raqam turibdi, aloqaga chiqib turib, masalan, razmeri bo'yicha yana batafsil ma'lumot berishadi. Biz hozirgi paytda xolodilniklarni Xitoydan ham olib kelishadi do'stlar. Ma'lum miqdorda o'zlari ishlab chiqarishadi. Restoran, kafe uchun, vitrinalar uchun do'stlar xilidan bor, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana yana bitta buni ham ko'rsatib ketaylik. Oldingi videolarimizda ham bor. Qassoblar uchun minusavoy xolodilnik go'shingizni minus qilib ushaverib turadi. Eni 180 do'stlar, 2,5 70 santimetrlik qassobni bemalol ish uchun nerjaga turib qo'yib qo'yilgan go'shtlarni 1 tonnagacha xudo xolasa go'shtni qabul qilaveradi. Xuddi shuni tortga ham moslasa bo'ladi degan bo'lsangiz, tort uchun ham do'stlar mana polkasi bor. Trubali polkali degan bo'lsangiz 1800 dollar bo'lib qoladi. Yo'q, faqat setkani o'zini bo'ladigan bo'lsangiz 1700 dollar bo'ladi. Pasta raqamini qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar, batafsil ma'lumot berishadi.